avgust oyidan 100 kishilik to'ylar yo'lga qo'yilibdi. Ha, Fikringiz qanaqa? Ko'pchilikka bo'lsa yaxshimi to'y yoki 100 kishiga bo'lsa yaxshimi? endi 100 kishiga bo'lsa yaxshi. Nima tarafdan yaxshi? Endi lekin og'aynilar bari aytmasam bilmaydi. 100 kishi kamda 200 kishilar bo'lsa. Endi 100 kishilik to'y ham shirin shakar aytadi. Ham o'sha to'y qiladigan insonda nagrushka bo'lmaydi. El qish, do'st birodar, yana 4-5 ta qo'shni bu juda yaxshi narsa. Juda yaxshi fikr atilgan. Hammasi shu o'zimizning tinchligimiz, xalqimizning boyligi uchun aytilyapti bu. Juda zo'r. Ham ekonomika bo'ladi, ham xalq qissasiga foyda bo'ladi. Avvalgi 500-600 lik yaxshimi yoki 100 kishilik yaxshimi? Chem 500-600 lik to'kin sochindan ko'ra ixchamgina 100 kishilik zo'r. Akkuratni zo'r o'tadi. Ham el og'aynisi, ham nimasi ham davolim bo'ladi. Yaqini bo'lgan taqdirga cho'qirsa, yuragi yaqini. O'shanga zo'r bo'lib chiqadi. 100 kishilik bo'lsa yaxshi, tejamkorlik bo'ladi, isrof bo'lmaydi. Nabara bir vali o'ttishi bilan bo'ladi. Hozir 100 kishi juda yaxshi bo'lgan. 500 kishi 600 kishilik kerak. Yaxshi, 100 kishi normal. Birozgina yengillik bo'ladi insonga. Hozir ish o'zi yo'q. Juda yaxshi bo'ladi.